Endi yo'llardagi kameralar ham jarima ballari hisoblaydi. Andijonda 17 yoshli tungi kapalak ushlandi. Tojikiston chegarachilari va Tolibon o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Rossiya qatorasiga ikkinchi tunda Kiyevni o'qqa tutdi. Ukraina Rossiyadagi suv ombori to'g'oniga zarar berdi. Belgorod shahrida evakuatsiya e'lon qilindi. AQShning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi tubdan o'zgardi. Sergey Lavrov Tramp Mirziyoyevga kepka sovg'a qildi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Endi yo'llardagi kameralar ham jarima ballari hisoblaydi. O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan boshlab foto va video kameralar orqali aniqlangan qo'pol qoidabuzarliklar uchun jarima ballari yozilishi boshlanadi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-soni qarorida keltirilgan. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda yo'llarda o'lim holatlarining oldini olish maqsadida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblanadi. Bunda jarima ballarini transport vositasining mulkdori va mazkur transport vositasidan fuqarolik huquqiy munosabatlari asosida belgilangan tartibda ishonchnoma, sug'urta polisi, yo'l varaqasi orqali foydalanuvchi boshqa haydovchilarga taqsimlanadi. Andijonda 17 yoshli tungi kapalak ushlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahridagi 10-maktab qizlarining tungi klubda ishlayotgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Xabarlarga esa bir necha qizlarning fotosurati ilova qilingan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi munosabat bildirgan. Qayd etilishicha, Andijon shahri 10-umumta'lim maktabi o'quvchi qizlarining fotosuratlari ekani aytilgan tasvirlardagi qizlardan biri mazkur maktab o'quvchisi 2008-yilda tug'ilgan XT ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlar 2024-yilning yoz mavsumiga tegishli bo'lib, maktab tomonidan o'quvchi qiz dars mashg'ulotlarida muntazam qatnashmagani sababli 10-sinfda qoldirilgan va joriy o'quv yilida ham XT muntazam dars mashg'ulotlarini qoldirib kelmoqda. XTning xulqi va xatti-harakatlari yuzasidan bir necha bor profilaktik suhbatlari olib borilganini va hozirda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ish tashkil etilib, XT voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilganligini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Tojikiston chegarachilari va Tolibon o'rtasida otishma bo'ldi. Nashr manbalariga ko'ra, otishma 25-oktyabrda Tojikistonning Shamsiddin Shohin tumani va Afg'onistonning Badaxshon viloyati Shahri Buzurg tumani o'rtasida joylashgan Dobang qishlog'ida sodir bo'lgan. Dastlab mojaroga ikki davlat o'rtasidagi tabiiy chegara bo'lgan Panj daryosi o'zanining o'zgarishi sabab bo'lgan. Bu masala avval ham tomonlar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lgan. Voqea xorijiy kompaniyalar, jumladan Xitoy kompaniyalari ishlaydigan oltin qazib olish zonasida sodir bo'lgan, deb yozmoqda Asia Pirus. Manbalarning ma'lum qilishicha, otishma qurbonlarga olib kelgan. Biroq qurbonlar va jarohatlanganlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. Qaysi tomondan yo'qotishlar borligiga aniqlik kiritilmagan. Tojikiston rasmiylari va Tolibon vakillari hozircha voqeaga izoh bermadi. Ukraina Rossiyadagi suv ombori to'g'oniga zarar berdi. Belgorod shahrida evakuatsiya e'lon qilindi. Belgorod suv ombori to'g'oni Ukraina qurolli kuchlarining zarbasi natijasida vayron bo'ldi. Bu haqda Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Ukraina qurolli kuchlari yana bir marta zarba bersa, Belgorod suv ombori to'g'oni ochilib, taxminan 1000 kishining uyi suv ostida qolishi mumkin. Agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, Xarkov viloyatidan daryo tekisligi va 1000 ga yaqin tinch aholi istiqomat qiladigan aholi punktlarimizning bir necha ko'chalarini suv bosishi xavfi tug'iladi. Gladkov shuningdek suv toshqini xavfi ostida yashovchi aholi evakuatsiya qilinishini ham e'lon qildi. Aholiga vaqtinchalik turar joy izlash tavsiya qilingan.
Rossiya qatorasiga ikkinchi tunda Kiyevni o'qqa tutdi. Rossiya ketma-ket ikkinchi kecha Kiyevga zarbalar berdi. Ukraina poytaxtida 3 kishi halok bo'ldi va 30 dan ortiq kishi yaralandi. O'z navbatida Ukrainalarning zarbalari oqibatida Belgorod shahri va Belgorod oblasti hududlarida 16 kishi jarohatlangan. Kiyev ketma-ket ikkinchi kecha Rossiya tomonidan hujumga uchradi. Ukraina poytaxtining Desyaninskiy rayonidagi 9 qavatli uyning ikkinchi qavatida dron parchalari tushishi oqibatida yong'in kelib chiqqan. 3 kishi halok bo'lgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenko bergan ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlarning 2 nafari 19 yoshli qiz va uning 46 yoshli onasi. Uchinchisining shaxsi hali aniqlanmagan. Yana 32 kishi jabrlangan, ulardan 7 nafar kasalxonaga yotqizilgan. Ular orasida 2 nafar bola ham bor, deya aniqlik kiritdi Kiyev meri Vitaliy Klitschko. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlangan bolalarning eng kichigi 4 yoshda. Kiyevning Abolonskiy rayonida ham dron bo'laklari 16 qavatli turar joy binosiga qulagan. U yerda jabrlanganlar haqida xabar berilmagan. Tramp Mirziyoyevga kepka sovg'a qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston rahbarining matbuot xizmati xabar qilgan. Uchrashuvda AQSh davlat kotibining o'rinbosari Kristofer Landau va boshqa rasmiy shaxslar ham ishtirok etdi. Unda O'zbekiston AQSh strategik sheriklik munosabatlarining joriy yil 23-sentyabr kuni Nyu-York shahrida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuv avvalida Sergio Gor prezident Mirziyoyevga AQSh prezidenti Donald Trampning salomni va samimiy tilaklarini yetkazdi. Jadal siyosiy muloqot, turli darajalardagi almashinuvlar va faol ishbilarmonlik aloqalari yo'lga qo'yilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Qabul qilingan yo'l xaritasi asosida sanoat, moliya, muhim minerallar, energetika, raqamlashtirish, qishloq xo'jaligi va boshqa ustuvor yo'nalishlardagi loyihalarni ilgari surish dolzarbligi ta'kidlandi. Tomonlar xavfsizlik, terrorizm va ekstremizm, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash sohalarida sheriklikni mustahkamlash masalalarini ham muhokama qildi. AQShning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi tubdan o'zgardi. Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri aytishicha, Alyaskadagi sammitdan so'ng Tramp vaqtinchalik tinchlik emas, balki barqaror uzoq muddatli tinchlik zarurligini to'g'ridan-to'g'ri va oshkora bayon etgan. Endi esa Lavrovning ta'kidlashicha, gap faqat vaqtinchalik tinchlik haqida so'z bormoqda. Hozirda faqat darhol o't ochishni to'xtatish haqida gapirilmoqda. Keyinchalik esa tarix o'z hukmini chiqaradi. Bu tubdan o'zgarishdir, dedi Lavrov Vengriyaning Ultra Hang YouTube kanaliga bergan intervyusida. Bu shuningdek yevropaliklar tinchini yo'qotib, Tramp ma'muriyatini qiyin ahvolga solishga urinayotganini anglatadi. Lavrovning intervyu davomida aytishicha, AQSh hech qanday yo'nalishda Amerika-Rossiya hamkorligini xohlamaydigan Yevropa vakillari Zelenskiy va boshqalar tomonidan g'oyat kuchli, tasavvur qilib bo'lmas darajadagi bosim ostida qolgan.